Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Sizlar bilan men Hamid, kanalga xush kelibsizlar. Do'stlar, bugun 1-may. Hammani tabriklayman. Sababi 1-mayga qoldirilgan, ya'ni 1-aprelda narx-navolar ko'tarilishi kerak edi. Bu narsani hurmatli prezidentimiz 1-mayga qoldirildi. Bugundan boshlab gazga, svetga qo'yilgan limit 100% amalda ishlashni boshlaydi. Hammaga men sabr tilayman. Ko'plab insonlar qo'llab-quvvatladi, videoroliklar tashab berdi. Qarib 15 tadan ziyod videoroliklar chiqardik. Ya'ni stop limit degan challenge o'tkazdik. Menga afsuski, bu o'tkazilgan challengelarga qaramasdan turib, nafaqat men, balki ko'plab blogerlar, katta-katta jurnalistlar bu narsani ommaga keng yoritdi. Hammasiga kattakon rahmat deyman. Xalqning fikrini kerakli darajada hukumatimizga yetkazdirdi. Va men bu narsani, ya'ni stop limit degan challenge to'xtatganim sababi o'sha 1-mayga prezidentimizning qarori bilan 1-mayga qoldirilgandan keyin men 100% amin bo'ldim. Bu ijtimoiy tarmoqlarda bildirilgan gazga, svetga bildirilgan, ya'ni limitga qarshi bildirilgan fikrlardan prezidentimizning xabari bor. Va shunga qaramasdan turib, bu narsa mana bugun 1-may 100% amalda ishlashni boshlaydi. Bo'lgan edi, menga bosimlar bo'lgan edi, hozirgacha ham bo'layapti. Sababi gaz, svet muammosi siyosat darajasiga ko'tarilgan edi. Shu sababdan bosimlar bo'lgan edi. Men shunga qaramasdan turib videoroliklar chiqardim va prezidentimizning qarori chiqqandan keyin bu narsani men avtomatik to'xtatdim. Ming afsus, har holda hurmatli Shavkat Mirziyoyev Miromonovich millat otasi chiqariladigan qonun qoidalarni juda ham yaxshi o'rganib, keyin xalqqa shu narsani joriy qilyaptilar degan umiddaman. Afsuski, bizda oxirgi vaqtlar Yevropadan olinadigan andoza, ya'ni Yevropadan andoza olib bizda o'zbek xalqiga bu radar, limit, ko'plab qonun qoidalar joriy qilinyapti. Men bir narsani aytib o'tishim kerak. Ming afsuski, bizda Yevropaga o'xshab ko'plab zavodlar yo'q. Bizda Yevropaga o'xshab oyliklar yetarli darajada emas. Bizda Yevropaga o'xshab pensionerlarga beriladigan pensiya puli yetarli darajada emas. Afsuski, bizda millionlagan yoshlar Yevropada, Rossiyada, ayniqsa Rossiyada xor bo'lib yurishibdi. Ming afsus, biz bu qarorga bo'ysunmasligimizdan ilojimiz yo'q. Har holda millat otasi va hurmatli prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovich chiqargan qarorlariga biz bo'ysunmasdan ilojimiz yo'q. Har holda tepada o'tirgan ulug' shamollarimiz bu narsani juda ham yaxshi bilishadi. Xalqqa beriladigan takliflar, qonun qoidalar qaysi to'g'ri, qaysi noto'g'ri, bu narsani juda yaxshi bilishadi. Ming afsuski, bu qonun qoidalarni kiritishdan oldin xalqda ijtimoiy kelib chiqishini o'rganmasdan, xalqqa ovozga qo'yilmasdan turib bu qonun qoidalar joriy qilinyapti. Umuman tushunarsiz. Bizda esa nima bo'lganda ham bu qonun qoidalarga bo'ysunmasdan ilojimiz yo'q. Hurmatli aka-ukalarim, opa-singillarim, kim challenge qo'shilgan bo'lsa, videoroliklar tashab bergan bo'lsa va YouTube kanaliga yuklangan videoroliklarning tagida kommentariya yozgan aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz, hammaga kattakon rahmat. Faqat iltimos sizlardan videoni ostida qoldiradigan izohlaringizda so'kinmasdan, haqorat qilmasdan chiroyli izohlar qoldirasizlar degan umiddaman. Bugun 1-may. Tabriklayman.